bugun mahallamizga ichimlik suvi to'liq yetkazib berildi. Shu sababdan men aholimiz nomidan respublika, viloyat rahbarlariga, suv ta'minot rahbarlariga, tumanimiz suv ta'minot rahbarlariga, ularning ish xodimlariga, Murodjon aka, Yo'ldoshovga o'z minnatdorchiligimni bildiramiz. Rahmat. Hammalaringga ishlaringizga omad. Xalqimiz minnatdor. Doim sog' salomat bo'linglar. Katta rahmat. Oilasida tinchlik amoning bo'lsin. Guzashta bo'lsinlar, jo'shlar jannatna boqi munda ham. Allohu akbar. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati raisining So'x tumaniga tashrifi davomida o'rganilgan mahallalardagi ichimlik suvi ta'minotidagi muammolarni bartaraf etish bo'yicha berilgan ko'rsatmalar ijrosi ta'minlanmoqda. Jumladan, Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati So'x tumani filiali xodimlari tomonidan Chashma mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan ichimlik suvi qudug'i ta'mirlanib, Demursat mahalla fuqarolar yig'inining Simodon ko'chasidagi mavjud xonadonlar ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Shuningdek, Sharqobod mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan ichimlik suvi inshootidagi yangi qazilgan quduq hamda mavjud ichimlik suvi qudug'iga yangi suv ko'tarish nasoslari o'rnatildi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida mazkur hududda istiqomat qiluvchi aholi to'liq ichimlik suvi bilan ta'minlandi.